Do'stlar, hamma blogerlar luxury hayotini ko'rsatadi, to'g'rimi? Men realniy hayotimni har doim ko'rsatishga harakat qilaman. Keyin ko'rgan bo'lsalaring, kiyimlarimni bunaqa qilavermayman. O'zim har doim bir xil kiyimda yuraman ko'proq. Men ovqatlanayotgan narsam shu yoshdan osh zakaz qilganmiz. Kecha ilgari kunimi 2 kun bo'ldi oshni isitib. Mana somsani o'rtaga marg'ilonni olib kelgan. Bunga 2 kun bo'lyapti. Oddiy pomidor, bodring. Shunaqa hayot, yolg'on hayotni ko'rsatishni xohlayman men. Boricha. Mana shunaqa hayotni sizlar ham ko'rsalaring, bularda hayot faqat zo'r ekan degan narsa bo'lmaydi. Chunki biz ham istilgan mana ovqat yeyapmiz. Hamma oddiy narsa, hammaning uyida bor narsa. Ko'rgan bo'lsangiz, mana somsani endi marg'ilonni olib kelishgan ekan. Parmoda somsa, buni ham o'zim pulim kelmagan, o'rtog'im olib kelgan. Juda ham zo'r. Mazali somsa, mazali osh, oddiy osh, 12 ming so'mlik osh, shu oshni oshi. Bizning uyimizda har doim kari so'ki bor. Kari so'kini olaman, tabiiy 100% so'k. Mazasi juda ham mazali. Chunki bunaqa ta'mni tushungan odam 100% so'kligini biladi. Shakar qo'shma, shakarsiz. Bunaqa zo'r. Ovqatlanishni ko'rdilar bu videoda. Oddiy uyda har doim ovqatlansa bo'ladigan do'stlarga ham jo'natib qo'yinglar. Blogerlar hayot har doim luxury emas, mana shunaqa hayotda ham yuradi. Menimcha ko'pchilik yolg'on hayot topib chiqmasdan shunaqa hayotdan chiqsa, menimcha qiziqarli bo'lsa kerak. Rahmat, like bosib qo'yasizlar. Oddiy bolaga oddiy like.